Endi odamlarni tabriklaganingiz uchun jarimaga tortilishingiz mumkin. Ha, hazil emas. Samarqandda qo'shtirnoq ichidagi tabrik nazorati inspeksiyasi paydo bo'ldi. Men tabrik yo'nalishi bo'yicha mualliflik huquqiga ega bo'ldim. Ancha yildan beri qilmagan ishimni qilishga qaror qildim va ega chiqdim. Hozir siz olib borayotgan barcha turdagi tabriklar, ya'ni video, onlayn tabriklar, offlayn tabriklar, restoranlarga borish, uylarga borish tabriklarini hammasini g'oyasi va o'ylab topilishi biz tomonimizdan ekanligini qonuniy tarzda o'zimiz uchun hujjatlashtirib oldik. Bu hujjat nima beradi? Bu hujjat mana shu tabriklar, biz tomonimizdan o'ylab topilgan tabriklar, xossiz qilayotgan tabriklar faqatgina menga ruxsat etilgan qilinishiga, men tomonidan ijro etilishga ruxsat etilgan. 2-oktyabr sanasidan boshlab kim ruxsatimizsiz bizni g'oyamizni ishlatib tabrikchilik sohasini davom ettirsa, bazaviy hisoblash bo'yicha, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Eng kamida 5 baravaridan to 50 baravarigacha jarimaga tortiladi. Har bitta inson, tabrik sohasida qilayotgan inson.